Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Xudo xolasa o'tgan safar skidka qilganmiz, 1 kun qilganmiz. Bu safar skidkamizni 3 kun qilmoqchimiz. Ya'ni 22-dekabrdan 25-dekabrgacha ushbu ko'rib turgan pardalaringizni hammasini o'tgan safar 40 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Bu safar ham 40 ming so'mdan xarid qilib ketaverasizlar. Mashina turgan hamma parda o'tgan safar bularimizni skidka qilmaganman. Endi bularni ham skidkaga qo'yib qo'ydim. 40 ming so'mdan hammasini. Panuvlarimizni ham 45 ming qo'ygan o'tgan safar skidkada. Bu safar ham 40 ming so'mdan qilib beraman. Undan tashqari zarli kadifelarimiz kelgan. Zarli kadifelarimizni 5 xil rasvetkasi bor. Hammasini rulonlarini terib qo'yganmiz. To'ladan 25 ming so'mdan qilib beraman. Pombaxtlarimiz, kadifelarimiz, bu yerda yana pombaxtlarimiz bor ilingan. Bemalol kelaverasizlar. 27 ming so'mdan shunaqangi chiroyli jakatlarimizni qilib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa hammasini to'ldirib qo'yganmiz. 20 ming so'mlik tullarimiz ham turibdi. Ko'p ulardan hali tugagan yo'q. Chunki 100 tadan oshiq edi, 50 tacha qoldi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Toshlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Bularimiz qimmat original parda bo'ladi. Etakli pardalarimiz ham bor. Har xili bor. Bemalol kelaverasizlar. Qalinlarimiz ham laxtaylari bor. Inshaalloh mana 20 ming so'mdan mana yana bitta laxta tulimiz etakli. 3D. Nima bo'lyapti? 20 ming so'mdan bormi bunaqa parda? 20 ming so'mdan kelib xarid qilaverasizlar. 4 metrdan qolganlarini. Qolganlarini 40 ming so'mdan qilib beraman. Bemalol hammalaringizni do'konimizda kutib qolamiz. 22-dekabrdan 25-dekabrgacha. Manzilimiz Shahrixon Pasharniy ko'cha, Rashmik bozori 2-qator 48-do'kon. Pardalarimizni 13 ming so'mdan olib ketaverasizlar. 13 ming so'mdan. Bemalol kelaverasizlar. Hammalaringizni kutib qolamiz.